Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz, muhterem ve söyümlük Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Bugün Allah'ın himmeti bilen yeni bir qatim yüz görüşüvatimiz. Görüvatqaninglardek bugünkü tema inqilab monopolluqi davom qilmoqda. Aslında bu tema biraz ko'nirab qoldi. Bu monopolluqqa sabab bo'lgan oxirgi voqea bultur 5 iyulda ko'rilgandi ve şu vaqtning o'zida so'zlamoqchi bo'lgandim, lekin ishda bo'lganligim uchun uydan uzoqda bo'lganligim uchun bu kechikib bugunga qoldi. Şu sebepten özürümni qabul qilgaysizlar. Biz inqilab monopolluqi haqida burunqi video nashrlarimizda to'xtalib o'tgan. Ve bu monopolluqqa Türkiye'de beşimden ötken bazı misallarını bergendim. İsimleri buluş gerek. Bugünkü tema yani şu monopolluk olup, monopolluk meydanga kelavatkan yer yanıla Türkiye buluşu konuğuna kaç kılıp. Şundakla kişini oyunu salıp. Neymiş ki Türkiye'de Türkiye'çi bir xil demokratiya bo'lgan bir davlat. Türkiye'nin demokratiyasi bazı cihetlerde G'arb demokratiyasidan keng ve aqlona. Ama bazı cihetlerde yanıla siyasi çeklemelerinin saqlanğılı bo'lmaydigan taraflarımız var. Şunu ma'lum topla hükümetki yıkıllığı bilen erkin ve söz sahibi bo'lalısa, bazı topla hükümet bek xalamaydiganlar bo'lishliqi bilen çeklemelerge uçraydiganligini inkar qilg'ili bo'lmaydi. Şarkı Türkistan siyasi davası Türkiye'de haman çulvuri devlet tarafından tutuverilgan bir dava olup geldi. Siyasi davacılar yüzü xalagan külemde kengeyişke, yüzü xalagan mezmunlarda erkin sözleşke haman çeklim buluplik egelligini biliriz. Hatta bundaq çeklimelerini bivasta yüzümüz çekken geçmişlerimiz mi oldu? Bugünkü kelgende bu hal yanına devam kılavatqanlığı bilinmekte. Ama bu biliniş sırttan qaragıçılar için yanına bilinmeydigan tarzda bulup, bivasta aralashqanlarning sarguzashtları arqılıqla bilish mümkün. Çünkü sırttan qaramakka Türkiye'de namayişler en qiziydigan bir yer. Adam sani en köp, coşqun nutuqlar, jangovar shuvarlar bilan kishini hayajonga soladigan parlaq manzara yaratalaydigan tarafi var. Ama bularning hammasi chulvurning uzunligiga o'ng tanasib bo'lgan dag'dug'alar bo'lib, chulvurni tutib olganlar ma'lum doirada o'z mayliga qo'yib etganlik ta'siroti tug'diradigan bo'lsa-mu, ammo yanada bundaq bir erkinlikning yo'qligimi doim chinib turadi. Bununla şunu deyishimiz mümkün. Ötkenki 5 iyul namayışı. Yani bu namayışda inqilabning ma'lum kishilar tarafidan kontrol qilinayotganligi bilindi. Yani inqilab monopolluqi oshkora ifoda qilinib, namayishchilarning ba'zilari cheklandi. Yani namayishchilar o'zi tava bo'lgan tashakküllar sababidan ve ko'tarilgan lozunkalardagi mazmunlar tufaylidan cheklandi. Bu deganlik bazı toplar namayış qilsa bo'ladi, ba'zilariga bo'lmaydi. Bazı mazmundagi shuarlarga ruxsat, bazı mazmunlarga ruxsat yo'q deganlikdir. 5 iyul namayışida Türkiye'de yuz bergan ahvol birinci qatimliq emas. Shundaqla oxirgi qatimliq bo'lmasligi mumkin.
Birleri kötürüdüğün lozunkilardaki şuvarlarının mezmununa dikkat kılıdı ve şunun asasen namayışka katnış hukuku buludu ya ki bulmaydı. Akbarat ilan kılış, bayanat bir hukuku buludu ya ki bulmaydı. Birleri hatta kimnin kimliği tabi adamlıkını kontrol kılıp durdu. Bunun asasen icazet birdi ya ki sorundan koklaşka, neri kılışka ya ki közden uzak duruşka kıstaydı. Bu yerde bu xil kontrolluk hergizmi Türkiye hükümet tarafının işi emas. Öz içimizdeki monopollar. Yani hükümetinin o yana başka. Hükümet monopollarının tizginden tutudu. Yüzümüzün içindeki monopollar öz içimizdeki toplarını ayrıydı. Sen bulusan sen bulmaysan. Bu xuddi AQ'nun inqilab qilishiga yo'l qo'yilmagandek yarashmaganlar setish. Namoyish degan bir odam kelkunidan iborat. Bir g'olg'undan iborat bo'lib, kimlik surishtiriladigan yer emas. Namoyishni unumlik va jonliq ko'rsatadigan odamning ko'p bo'lishi. Ovozning yuqori bo'lishi g'olg'un bir alomat bo'lishga bog'liq. Şundaq olğaçqa namayışqa kimli qatnaşsa bulaver. Adam sani avsulu bulur. Lekin Türkiye'de burundan bir kontrolluk bolsumu namayışqa chiqqanlarni qo'g'lashga tirishadigan bu tür yaqinqi yillardan beri maydonga kelgan yangi mo'jiza. Bular o'z xohishini aks ettiryapti yoki davlat siyosatining yansımasımı? Yoki ular vakillik qiladigan tashkilotlarning mujmalligi va mushu mujmallikdan manbalangan kontrollukmi. Ularning tahdidkor bo'la olishidan qaraganda oqsidi davlatning borligi edi. Agar bu ma'lum bir tashkilot kishilar tarafidan ijro qilinayotgan kontrolluk bo'lgan bo'lishiga qaramay, yanada oqsidi davlat bo'lgan bir turdagi cheklashdir. Yani devlet tarafından qandaq qilishi haqida ügütülgen ve köndürülgen bir teşkilatla mana shunday beshamlikni qila oladi. Biz Xitoyni la'natlaşdan burunroq mana shunday monopollarni, Xitoy g'alchillarini, Xitoyparastlarni ig'zacholmas qila olsak, ondan boshqa ishlarimiz biz degandek yurishadi. Bo'lmasa hamon kontrollik ichida harakat qilib qolamiz. Buningda biz bağçıdaki körgezmiş için qapazga qo'yilgan shirga o'xshab qolamiz. O'g'i yaramaymiz yani. Hareket dairimizmi bekçeklik. Yo'kirsekmi hech kim qo'rqmaydi. Qapazlikimizni biladi. Bu namoyishlarda birlari tartib saqlovchi siyaqida o'tirib chiqib olib, mustaqillik shuariga o'rin bermasa, mustaqillik shuarini matbuotchilarning ko'zidan yiroq tutishga majbur qilsa, Hemmedenmi bunu Amerika'daki Salih'in nersilleri dep atsa. Bunun nime degili? Bu Salih'in nersisi mi? Müstakillik fakat Salih'in yoki sürgün hükümetinin şu var mı? Yoki Şarkı Türkistan'ın asası ahalisinin xahişi, asası ahalinin arzusu. Bir qetimlik raisinaştı müstakillik arzusu tikiler mutlaq köp sonliq bulup çıqqan emasmidi? 100 bin kişilik raisinaştı. Mana bugün davam qilayotgan raisinaştımı 99% Şarkı Türkistanlı müstakillik arzusu. O halda müstakillik şuarını chetga qo'yayotganlar kimlar? Şarkı Türkistan xalqining asos qismining arzusini aks ettirdiganlar emas, bir uchun Xitoy g'alchillari deyishga bo'lamdi. Namoyishga chiqqan odamni Xitoy g'alchisi desak qanday bo'ladi? Bu savol xeyli haqli ko'rinsimi, istixborot o'yinlari biz o'ylagandek bo'lmaydi. Bir narsani tamoman cheklash, to'xtatib qo'yish mumkin bo'lmaydigan bo'lsa, bundaq urinish bilan o'zining abtibash yerisini ochgandan ko'ra, ishning mohiyatini burmalash texmi unumli tadbirdir. Yani namoyishni tamoman to'sib olish Xitoy ayg'oqchilarining qo'lidan kelamdi, kelmaydi.
Bunun urunsa bek közgü çılıkıp kalıdı. Şunu elbette mahiyetini burmulaş, tığ uçunu gallaştırış, nişanını mücmelleştiriş, yeni ictimai meseleler tugduruş katarlık urunuşlarını mana şu görünüşteki atalmış namayışga katlaşıp durup, hatta onun aktiflerinden birisi buluverip durup kıygalı oldu. Nima için bu hal Türkiye'de görülüdü? Türkiye'de Xitaydan ayrılalmaydıganlar köp sanlıkmı? Yoki ma'lum kishilarning qo'llashi bormi? Nima uchun Sharq Turkiston xalqining asosiy orzusini, odaqqi orzusini aks ettirgan shuarlar bu yerdagi namoyishlarda qarshilanmaydi? Bularning orqasida kimlar bor? Bularni namoyishga yetakchilik qilishga kim belgiladi? Kimning ko'rsatmasi bilan bu bo'ladi, u bo'lmaydi o shakldagi kesim kesish huquqi bo'lib qoldi? Bularni xalqimiz o'zi muhokama qilib boqsin. Agar Turkiyada kimlarning telig'i tegayotgan bo'lsa, o'tirg'i chiqib bu ishga izohat berib baqsa bo'ladi. Bulardan Turkiya siyosatining aksini ko'rayotgandek bo'lamiz. Izchil g'arbparast bo'lib kelgan Turkiyaning birdilla Xitoyni o'ziga himoya qilishga boshlashi va Amerika dushmanligi turkiyaliklarning tiniqlaridan aks etmoqda. Tevhidlarda muloyizchi siyaqidagi kishilarning siyosiy muloyizalarida aniq g'arb dushmanligi va Xitoy do'stligi namoyon bo'layotganligini har bir nafargacha Türkiye hükümetinin siyasi xohishchanligiga uygun fikir qilish, uygun taraf tutishning iznasini ko'ramiz. Hatto millatcha atalgan ba'zi to'plamlar Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga oshkora tuhmatlarni qilib, Xitoylarga yon besish tutumida bo'lganligini ko'rdik. Hükümetga yaqinligi bilingan kishilar va matbuotlarmi hukumatning tutumini minimsigan holda Sharq Turkiston mustaqillik harakatlariga qarata tuhmatlarda bo'lishdanmi tortinib qolmaganligini ko'rdik. Masalan, mening Amerika Markaziy istixborot tashkilotining odami ekanligim, men Salihning Amerika armiyasining odami ekanligi, bizga Amerikaning pul beradiganligi va kuch kiritadiganligi Türkiye matbuotlarida mana shunday narsalar o'tirib chiqdi, qarindoshlar. Mana bu darajaga berib yetgan tuhmatlarni yozishdanmi nomus qilmaganligini ko'rdim. Demak, Amerika kuch kiritmagan bo'lsa, Sharq Turkistonliklar Xitoylar ep kelgan baxt ichida tinch yashaydi demoqchimi? Türkiye hükümet siyasetinin bu turdaki yansıması bilen Şarkı Türkistanlıklarının namayişlerde görülüvatkan monopolluk birleştirip qaralsılar, taşlar cay-cayığı oltuğanlığını görürüz. Xuddi ötmüşten tatip Türkiye'deki Şarkı Türkistan davası Türkiye taşqı siyasetinde bir tenşek teşib rolü oynap gelgenligini isimizge ağınımızda Türkiye siyasetine uygun şekilde tutup duruluduğun atalmış bir davanın ma'lum tashkilot yoki ma'lum to'plarga o'ddiga berildiganligini to'nib yetalaymiz. Mana mush tashkilot yoki mushu to'p o'ziga o'gitilgan, yodlatilgan mazmun va doira ichida da'vo olib boradi. Ular chekni, hududni biladi. Shuni Salihning narsalari deb bu yerda cheklanadi. Surgunda hukumatga yo'l yo'q. Türkiye'de görülevatkan bu keyfiyatga qarabla Türkiye'de mustaqillikka qarshi yoki mustaqillikni xohlamaydigan Sharq Turkistonliklar ko'p sonliq deyish mumkin emas. Uzil-kesil mustaqillik orzusidagilar yanada ko'p sonliq, ammo ular kontrollik ichida. Qo'rqinch ichida. Masalan, 1000-yillarning fuqarolik masalasi hal bo'lmagan bo'lg'achqa bu monopolchilarning siziqidan chiqmaslikka mecbur. Hatta bundaq boyun tavliq qilganlardan yillardan beri qachoq yashayotganlarni yo'q emas. Chunki ularning ishi hal bo'lmaydi. Qolib qo'ysa. Ancha uzun bo'lmaganlarning fuqaroligi hal bo'lib, uzun yildan beri turayotganlarning hal bo'lmashidagi sabab ularning bu monopolchilarga sadoqatman bo'lmasligidan ekanligimi sir emas. Bular haqida torlarda xeyli ko'p fosh qilishlar, shikoyatlarni ko'rdik. Siyosiy jihatdagi kontrollik uchun ma'lum manfaatlik imtiyoz bo'lmasa,
insonlarni siyosiy qarash jihatda kontrol qilish tez. Ya qo'rqitiladi, yoki ma'lum manfaat va'da qilinadi. Turkiyada bularning har ikkisi mavjud. Manfaatlanganlar va qo'rqitilganlar mushu monopolchi guruhlarning atrofiga uyushmasa ziyon tortib qoladi. Bu hol bek oshkora harakat yoki oshkora so'z bilan emas bo'lishi mumkin. Bundaq deyishimiz nurg'un odamlarning taxiyicha gangsadek hech narsa anqamasligi bu nuqtani qiyos qildirdi. Bu xuddi ko'rinmas bir qo'l tarafidan o'rindildi. Türkçedeki kadife eldiven bilen zorlaş. Yani duhavi pəli bilen zorlaş. Yumuşak. Mış türde icra kılındı. Hatta bundaq usuldaki zorlaşlarını düşenmegenler aşkara təhdidləgimi uçraydıqallıqı sıra emas. Bula öz milletiga, öz milletinin işığı muşundaq düşmanlık kılıvatkan bolsa, zaten qançılık menfaat için muşundaq kılıvatkandı? Bu haqda izlanadigan bo'lsak, cho'qimki bir zidi pastlikka shohid bo'lmay qolmaymiz. Bu qadar arzon setishni, buncha ular zidi pastlikni qanday sifatlashga aql yetmaydi. Mana shunday qilib monopollik davom qilyapti. Bundaq monopollik Germaniyadan mavjudkan. Germaniya atalmış Uyg'ur qurultiyining markazi bo'lgan bir joy bo'lganligi uchunmikin, boshqa qarashdagilarning ovoz chiqarishi qiyinroq ekan. Bu qiyinlik hech qanday jismoniy to'sqinlarning bo'lganligini ko'rsatmaydi albatta. Germaniyadagisi davlat desteklik emasligiga ko'zimiz yetadi. U holda bu yerda nimaga tayinib bu monopollik ishga oshirildi? Albatta qarish ko'z qarashdagilarning ojizligiga tayinildi. Qarashida keskinlik yo'qligi, turli dasqallarning tamasi, badikeldilarda yetim qilish qo'rqinchi qatorliq omillar bu monopollikning bemalol yo'liga qo'yilishda tayanch nuqtasi bo'layotganligini jazm qilishga bo'ladi. Chunki aqsida davlat dastiki yo'qligiga ishonsak, u holda bir inqilobchi qat'iy bo'lsalar nima qila oladi? Hech nima qila olmaydi. Lekin chigit chaqadigan tarafi bo'lsa, miki bo'lsa, albatta qarshi kuchlar bunday ojizliklardan foydalanib, inqilob monopolligini elib boradi. Monopol inqilobchilar mayli chulvuri boshqalarning qo'lida bo'lgan inqilobchi bo'lsin yoki vazifalik munofiqlar bo'lsin, kelayotgan xavfdan ogohlantiraman. Hammanglar bilimiz deysizlar-da buni. Lekin bilimiz deyotganlaringlarning hammasining bilishi hissiy bilishdan olqib ketolmaylik hozirgacha. Uni sizlar aqliy bilish bosqichida bilgan bo'lsanglar, balkim buncha ularni qilmaydinglar. Shu sababdan bilmaydi hisoblab ogohlantiradi. Yo'qolish oldida turyapmiz. Yo'qolish oldida. Millatdoshlarim, sizlarga sekish orqali ma'lum naflarga erishib hayotinglarni o'tkazasizlar. Ammo sizlarning bolalaringlarga kelganda sotadigan bir narsa qolmaydi. Chunki Xitoylar millatimizni, millatinglarni yerim asr ichida yo'qotib bo'lishga bel bog'ladi. Yerim asr ichida. Xitoyga yordamlashib millatinglarni yo'qotishib bersanglar, sizlardan keyingi avlodinglarga sotadigan narsa qolmaydiganligini o'ylanglar. Bugun Xitoylar qozoqlarni qanday bir taraf qilish haqida jiddiy o'ylanmoqda. Qarindoshlar, anglab qo'yinglar. Qozoqlarni qanday bir taraf qilish haqida jiddiy o'ylanmoqda. Uyg'urlarga qo'shib ularni yo'qotish kerakmi? Unda qilsa qozoqlarning mustaqil davlati bor. Qozog'iston buningga qanday inkasli bo'ladi? Bu jinoyatni tarixga to'shish roli o'ynasa qanday qilish kerak? Yoki qozoqlarni yerikan aholi shalon Qozog'istonga o'tkazib berib qutulish kerakmi? Mana bu ikkilanish ichiga Xitoylarning navbatda Qozog'iston hukumati bilan elib berayotgan suhbatlarining mazmunlaridan biri mana shu. Qozog'istonga ikki tanlash bor. Biri Sharq Turkistonda qozoqlarni o'tkazib olib, boshqa ishlarga ko'z yumish. İkincisi, agar o'tkazib olishga unamasa, Uyg'urlar bilan birlikda yo'qotilishi qarta sukut turish. Shimoldagi qozoqlarning Astrotdan Qozog'istonga ko'ch ettirilishga boshlaganligi to'g'risida uchurlar bor, qarindoshlar.
Mana bu Xitaylarning Uyg'ur ve başka ilgisi yok uşak milletlerini tamamen tarixten uçurup taşlaştı bel bağlıganlığını açık göstermekte. Mana şundaq bir tarixiy bosqichda turib o'tibmi? Yanada pastkaşlik bilan tarafbozlik qilish, taraf jidalni milliy da'vodimni ustun ko'rish, inqilobni monopol qilib olish, Xitoyning foydasiga bo'ladigan barliq chiprandiliklarni davom qilishning oqibatini obdaroq o'ylab ko'rishga chaqiraman. Bundaq bir tarixiy davrda buzg'unchilikni asosiy vazifa qilib olgandek, xalq nomini suiiste'mol qilib qalaymaqonchilik terayotgan g'alchilar milliy tarkibi aniqsiz bo'lgan ablahlarni ogohlantiraman. Uyg'urning nasli qurtilsa, uningdan keyin nima nasatsizlar? Nimaga tayinib ish nafsinglarni to'ydirsizlar? Obdaroq o'ylaninglar. Qarindoshlar, bugun mushu yergacha bo'lsin. Hammanglarni Allohga topshirdim. Keyingi qatim ko'rishguncha xayr xo'sh. Allohga emanet.